Assalomu alaykum va rahmatulloh do'stlar. Kechirganda xudo xolasa telefonlarda arzon narxda qilib beramiz. Juda ham zo'rlari. $600 iPhone 14 Pro'ni 550 qilib bersak nima deysizlar o'rtoqlar? Agar bizga obuna bo'lgan bo'lsanglar, 530 ga ham qilib beraveramiz. Oxirgi narx bo'ladi. iPhone 14 Pro ikkala sim kartasi ham o'tgan. eSIM ham demoqchiman. SIM, eSIM 128 talik 100 yomkista usulli batareyaga qo'yilgan, zaryad va uzoq o'tadi. Ishlash sifati hamma yo'g'i zo'r. $530 bizga Telegram, Instagram, YouTube kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsanglar, naqd pulga muddatiy to'lovga ham qilib beraveramiz. Muddatiy to'lovga shu 700 ming atrofida tushsa kerak bir yiliga. Uni kelishtirib beramiz. iPhone 13 Pro $500 telefonni 450 ga qilib beramiz o'rtoqlar. Bu ham 128 talik eSIM ham o'tgan, ikkita sim karta ishlatib holati yaxshi, yomkisi 91 yomkisda ko'rsatadi do'stlar. iPhone 13 Pro $450 ga, 14 Pro'da $530 qilib beramiz. 11 Max'imiz ham bor. Ham ekrani alishgan adashmasam, lekin yechma yaxshisidan qo'yilgan, muammosi yo'q. 81 yomkisda 256 talik korobkalargacha bor. 3,50 million so'm qilib beramiz. Bu ham naqqa ham muddatiy to'lovga ham ketaveradi. 11 Pro ideal holatda bir qo'l ishlangan telefonimiz. Yomkisi pastroq ko'rsatadi. Original zaryadga qo'ymagan uchun tushib ketgan, lekin 1 kun yarim kunga yetaveradi zaryadi. 70 netchi ham 64 GB xotira 3,50 million so'mga 11 Pro ideal holatdagi iPhone XS'imiz bor. 77 yomkisda Gold Sweat 64 talik. Face ID turtonlari bor xudo xolasa. Telefonimiz mekalardan o'tgan. O'zi aslida za ikkita sim kartalari bittasi o'tgan. 1,850 million so'm. Naqd pul muddatiy to'lovga. Redmi Note 12 Pro holati yaxshi, 8256 talik 1,350 million so'm. Redmi Note 12 miz ham bor. Korobkadagi zaryadchilar bilan original zaryadchi 6 ga 128 talik 1,250 million so'm. Samsung A17 telefonimiz yangidek ishlatilmas, yangi degani yangi pachka ochilgan xolos tekshirib olganmiz. Qolgan hamma yo'q zo'r 8256 talik Optim narxdan ham arzon qilib beramiz. 2,400,000 so'm oxirgi narxi. Yangi salafan pachka. Ko'raverasizlar. Juda ham arzon narxda bu telefonlarimiz, xudo xolasa puliga arziydi. O'zbekiston bilan dastavka qilib beramiz, naqd pul muddatiy to'lovga qilib beraveramiz. Qolgan telefonlarimizni ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Naqd yoki muddatiy to'lovga xarid qilasizlar. O'zbekistonda qayerdan bo'lishlaridan qat'iy nazar ishonch do'konlariga kirsak, Halim Samar do'koni bilan telefon olyapman, shartnomalar bor ekan desanglar, shartnomalarga chiroyli qilib, masalan, shartnoma qog'ozi ko'rsatsanglar bo'ldi, sirasi telefonda aytgan joylarga chiqarib yuboramiz. Do'kondan kelib olib ketsanglar ham bo'laveradi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Halim Samar do'konimizda arzon narxlarda eng zo'r telefonlarimiz. Video albatta qo'llab-quvvatlanglar, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Videoni yaqinlarga jo'natinglar. Sizlar sababli zo'r telefonlarni arzon narxlarda xarid qilishlari mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar. Qaysi telefon qiziq bo'lsa albatta kommentariy yozib qo'yinglar yoki telefon raqamlarimizga telefon qilishinglar mumkin.